1992 mi? Qaysi sanada? 8-dekabrda. Вот это поворот! Yo'q, Konstitutsiya. Adashyapsiz. Yaqinlashyapsiz qani? 10 gacha sanada to'g'ri javob topsangiz. 1 2 18 noyabr. 4 Что он сказал? qiling. Instagram kanalimizga obuna bo'lganmiz. Ko'ringchi. Yosh liderlar. Liderlar. Birinchidagi obuna bo'lib qo'ying, keyin safar agar chiqolsangiz, rahmat. O'zbekiston davlat bayrog'i nechinchi yil qabul qilingan va nechinchi sanada? 1984-yil 31-dekabrda. No, God! No, God, please, no! Adashdingiz. 91-yil 18-noyabrda. Qarang, sizga hozir bitta savol beramiz. Agar to'g'ri javob bersangiz, Taekwondo WT Abduhamidov jamoasi tomonidan telefon yutib olasiz. Savolimiz: O'zbekiston davlat bayrog'i qachon qabul qilingan, nechinchi sanada? 1991 yili 5-dekabr. Yo'q, sanasi adashyapsiz. 10 gacha sanangiz, agar shu to'g'ri javob bersangiz. 1 Dekabr, ikkinchi. 3 4 5 Когда? Oktyabr. 1991 yil 18-noyabr kunida. Sizga bitta savol beramiz. Agar to'g'ri javob topsangiz, homiyimiz tomonidan sovg'a yutib olasiz. Savolimiz: Alisher Navoiy nechinchi yil tug'ilgan?